bilan mana shu tadbirkorlar bilan salohiyatli joylar, maskanlar bor. Yaxshi tomonga yetishishga imkoni bo'lmadi chunki Lekin nima deydi, yengil konstruksiyaga ruxsat borda. O'sha stendni arendasiga amaliy yordam berishlaringizni so'rardim. Sabab bilan izoh bilan berdi, har bir bo'ldi. Keyin bizning rayonimizda qanaqadir uzilishlar bo'ldi elektr bo'yicha. Reys o'sha xalqaro reys kerak. bugungi kun ulab bersalar bizga. Master etkasini qilsaydi. Butun qonunchiliklarni o'zgartirmoqchi bo'lganlar ikkita ham kayfiyat tushadi. Yo'q, endi Poyezdda bizga alohida vagon qilib bermayaptilar. Katalog qilib har bitta joyni Qizilqum joyimi deb tushuntirib Kontroldagi mana shu kunlar o'chamiz bo'ldi, o'shani to'ldirish boshlaydi. Obligatoriy poyezd to'ldiramiz, avtobus to'ldiramiz. Isti bo'lmaydi aka. Agar isti bo'lganda aka, men o'sha yerda mana konaga borib ko'rib men polnisda qilganman. Rahmat hammaga ishtirok etgani uchun, taklif etgani uchun. Bo'lmasa kimdir takliflarini ma'qulgan bo'lsa boshqarma umumlashtiradi. Shu bilan yana qo'shimcha takliflar bo'lsa, biz doim ochamiz, tayyormiz. Rahmat.